Qizlar, darayaki pankeklarimizni boshlaymiz. Bizga bu uchun ikkita tuxum kerak bo'ladi. Oqi ham, sarig'i ham. Где-то 40 grammcha shakar kerak bo'ladi. Bir osh qoshiqgina asal. Asal o'zingiz xohishingizga ko'ra. Xohlasangiz qo'shmasangiz ham bo'ladi. Men ozgina olib qoldim. Yaxshilab massamizni venchib tashlaymiz. Massani aralashtirib oldik. Endi menga 1 choy qoshiq razrıhlitel kerak bo'ladi. Tabiga ko'ra vanilin qo'shib yuboramiz. Ozgina vanilin va 5-6 osh qoshiq un qo'shamiz. Unimizni обязательно eldan o'tkazishimiz kerak. Unimizni qoshiqni to'ldirib sovoramiz. Qizlar, mana unini aralashtirib tashladim. Ko'rasizlar qanaqa massa bo'lgan. Endi eng oxirida 8 osh qoshiq muzdek suv sovoramiz. Suv solib, yaxshilab aralashtirib, xona haroratida 5 minutga olib qo'yasizlar. Qizlar, mana 5 minut xona haroratida ushlaganimda ko'ryapsizlar qanaqa massa bo'lishi kerak. Eng asosiysi skоворodkaga tegiga olmaydigan bo'lish kerak. Tegiga oladigan skоворodka bo'lib qolsa, o'xshamay qolishi mumkin. Yo'kida ozgina yog' qilib yuborasizlar, lekin yog'siz pishirishni tavsiya qilingan men o'qigan retseptlarimda. Hozir mana ozginadan solib, o'rta olovda shoshmasdan pishirishni boshlaymiz. Qizlar, mana qaranglar qanaqa teshichalar bo'ldi. Ko'rasizlar? Mana qizlar, ko'ryapsizlar, уже ko'proq sovoldim. Endi mana sekin shoshmasdan ko'chiramiz. Hop. Asal qo'shilganligini hisobiga rangi shunaqa to'q chiqadi. Mana, hop. Voy, ozgina qiyshiq bo'lib qoldi, mayli. Qizlar, bularimizni pishib turguncha, ungacha pishganlarimizni olamiz. Mana ko'rasizlarmi qanaqa pishganini? Nutella suramiz o'rtasiga, mana ko'p qilib surib qo'yasizlar-da. Mana ko'rdinglar? Nutella, choco krem farqi yo'q. Do yopamiz va uchlarini bosib chiqamiz. Ko'rasizlarmi, yopishyapti o'zi. Mana. Hop. Mana. Qizlar, mazasicha zo'r chiqibdi, biz yeb ko'rdik-da. Qizlar bilan o'zi bo'tdi ko'p edi. Mana yeb qo'ymasangiz sizlarga ko'rsatib oling. Ko'rasizlar? Mana ochilib ketmayapti, yopildi yaxshilab. Qolganlarni ham hozir shunaqa qilaman. Qizlar, chiroyli tarelka olamiz va sekin taxlashni boshlaymiz. Mana ustma-ust qo'yamiz. Обязательно chiroyli dekor qilib uylaringizga podacha qilsanglar, yana ham ishtahaligisi ochilib ketadi. Sizlarga ichini ko'rsataman. Mana. Ko'rasizlarmi? Zo'r chiqdi вообще. Ichini ko'rasizlarmi? Qanchalik ishib chiqqanini hammangizga tavsiya qilaman mana.